Assalomu alaykum. Tovuq go'shtini yirik-barak shaklda to'g'rab, tuzlab, qolgan masalliqlarni ham to'g'rab olgach, ishimizni qizib turgan yog'da tovuq go'shtini qovurishdan boshlaymiz. Ketidan piyoz bilan bulg'or qalampirini solib, qozonni qopqog'ini 10 daqiqa davomida yopib qo'yamiz. Piyozimiz tillarangga kirgach, albatta laganga suzib olamiz. Lavash xamiriga qaymoq surtib, ketidan to'g'rab qo'ygan masalliqlarimizni, tovuqni solamiz, ko'katlarni solamiz. Men ukrop hamda kashnishdan foydalandim. Sarimsoq piyozi va albatta sabzi salatidan soldim. 4 bo'lak pomidor. Undan so'ng esa bu yil o'zim yopgan achchiq ta'mli sousimdan soldim. Sir solgach, lavash xamirini o'raymiz. Lavash xamirini chiroyli qilib o'rab olgach, qizib turgan tovada ikki tarafini 2-3 daqiqa davomida qizartirib olamiz va meni lavash xamirim tayyor. Yoqimli ishtaha.